Xirurglar yoqtirmaydigan kista turi bu endometrioidniy kista. Sababi endometrioz bor joyda spayka, ya'ni hamma joyga yopishib ketgan bo'ladi. Bu nimadan paydo bo'ladi? Bu tuxumdan o'zidan o'sib chiqmaydi. Bu har menstruatsiya vaqtida endometriya qavati ayollarda qalinlashadi va homiladorlik kuzatilmagandan keyin endometriya qavati sidirilib tushib, qon tariqasida chiqib ketishi kerak qindan. Endometrioidniy kistasi va adenomiozi bor ayollarda bu holat kuzatilmaydi. Ularda bir qismi qon bilan chiqib ketsa, qolgan bir qismi bachadonni devorlariga o'sib kiradi. Mana qora dog'lar bular adenomioz. Bachadon naylaridan tashqariga chiqib tuxumdonga yopishishi mumkin. Siydi qopiga, ichaklarga yopishishi mumkin. Bachadonni devorlariga, oldingi orqa devorlariga endometrioid achaklar borib yopishishi mumkin va tuxumdonga borib yopishganlari kattalashib, kista holiga keladi. Bu kista turini hozirgi kunda reproduktologlar operatsiya qilmaslikni tavsiya qiladi, lekin bemorga bu juda kuchli og'riq berishi bilan diskomfort olib keladi. Agar bemor tug'ish niyati bo'ladigan bo'lsa, lekin homiladorlik kuzatilmayotgan bo'lsa, endometrioidniy kistada birinchi navbatda reproduktologlar nazoratida bo'lib davolanish kerak. Konservativniy, agar o'shanda ham foyda bermaydigan, agar og'riq kamaymaydigan bo'lsa, operatsiya qilish kerak bo'ladi.